Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barli qarindoshlarim, Alloh salom va mag'firati barakat bo'lsin. Qarindoshlar, cho'ng gunohlar darsimizni davomlashtiramiz. 62-cho'ngini o'lchamda, tarozida, metr va shuningga o'xshash o'lchash asboblarida kam berish. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Alloh taolo sura Mutaffifinning 1-oyatidan 6-oyatigacha mundoq deydi. O'lchamda va tarozida kam berguchilarga voy. Ular kishilardan o'lchab olgan chog'da to'liq oladi. Kishilarga o'lchab yoki tortib bergan chog'da kam beradi. Ular buyuk bir kunda tiriladiganligiga ishonmamdi. O kunda insonlar olamlarning Parvardigorining huzurida tik turdi. Mana bu Alloh taolaning Qur'on-i Karimda bayon qilgan so'zlari. O'lchamda tarozi kam bergan insonlarga voy deydi. Uning kuni intayin xatarlik deb Alloh taolo o'zi bayon qilyapti. Suddi bu oyatning nozil bo'lish sababi haqida to'xtalib mundoq deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Madinaga kelgan chog'da Madinada Abu Juhayna ismli bir kishi bo'lib, uning biri yenik, yana biri ig'ir 2 dona tarozisi bor edi. Yenik tarozi bilan kishilarga tortib beradi. Ig'ir tarozi bilan kishilardan tortib oladi. Alloh taolo ana shu ahvol qarta bu oyatni nozil qilgan edi. İbn Javzi Zadul Masir nomli tafsirining 9-jild 52-betida bayon qilgan. İbn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam 5 ga 5 tur, ya'ni 5 gunohga 5 jazo beriladi dedi. Sahobalar: "Ey Allohning rasuli, 5 ga 5 degan nima?" deb so'ragan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Birinchi, qandoq bir qavm ahdini buzgan chog'da Alloh ularga dushmanini musallat qilib qo'ydi. Ikkinchisi, ular Alloh nozil qilgan hukmdan boshqa narsa bilan hukm qilgan chog'da oralarida nomrodlik tarqab ketdi." Bu yer intayin muhim gap. Alloh hukm qilgan kitobdan Davud hukm qilgandan boshqani deydi. Alloh hukm qilgan Qur'ondagi hukmlardan boshqa narsaga tayinib hukm qilgan chog'da ularning orasida nomrodchilik tarqab ketdi deydi. Uchinchisi, ular orasida fohishvozlik yamrab ketsa, Alloh ularga vabo kesilib berdi. Subhanalloh. Ya'ni o'lim yetim ko'payib ketdi. Fohishvozlik yamrab ketsa deydi. Alloh taolo Uyg'ur xalqini mag'firat qilsin. Vabo kasallarniki hozir dunyoga tarqayotganining sabablarimi mana shu sabablardan bo'lishi mumkin. To'rtinchisi, agar ular o'lcham va tarozini kam tutsa, ziroatdan mahrum qilinib, yillarcha qurg'oqchilikqa duch keladi. Beshinchisi, agar ular zakotni bermasa, yomg'irdan mahrum qoladi. Ya'ni Alloh ularga yomg'ir yog'dirib bermaydi deb javob berdi. Haysami bu hadisni Majma'uz Zavaid nomli kitobida naql qilgan va Tabarani rivoyat qilgan, Albani Hasan degan hasan hadis. Malik ibn Dinar mundoq deydi: "Qo'shnimni yo'qlash uchun uyga kirdim. O sakrat yotgan bo'lib, mundoq da'vat etdi: O'tdan 2 tog'. Men nima da'vatsan deb so'radim. O: "Ey Malik, mening biri yenik, yana bir ig'ir 2 tarozim bor edi. Yenik tarozi bilan tortib boshqalarga beratdim, ig'ir tarozi bilan tortib boshqalardan olatdim" dedi. Men o'rnimdan turib 2 tarozini bir-biriga tekkizib silishtirib ko'rdim. O menga: "Ey Malik, sen tarozilarni bir-biriga tekkizsang, azob texmi cho'ngib ve küçüp gidiyordu dedi. O şu kesinlikle vafat oldu. İbn Hacer Az-Zavajir namlı kitabında bayan kılgan. Mana bu insan başkalarının ağında yenik
ig'ir tortib elib boshqalarga bergan yenik tortib berganligi uchun sakratda ig'ir azobga duchor bo'layotganligini bayon qilyapti. O'lcham, taroza va metrda kam berguvchilar ozgina narsalarni kam beradi va bu orqali o'g'irlik qilgan, xiyonat qilgan va harom yegan bo'ladi. Alloh taolo bu ishlarni qilganlarga vaylun degan do'zaxdagi qattiq azobni va'da qilgan. Vaylun shundoq yomon joyki, agar dunyoning butun tog'lari uningga tashlansa, haroratining qattiqligidan tog'larni eritib tashlagan bo'ladi. Salaflardan biri o'lcham, taroza va metrda ish qiladigan insonlar uchun do'zax muqarrardir degan. Chunki Alloh o'z rahmatiga olgan kishilardan boshqalar o'lcham va tarozini kam tutishdan saqlanmaydi degan ekan. Ibn Hajar Az-Zavajir nomli kitobida bayon qilgan. Salaflarning yana biri bir kasalni yo'qlash uchun borgan edim, kasal o'lish oldi deshgan. Men uningga shahodat kalimasini talqin qildim. Ya'ni shahodat etgan dedim. Ammo uning tili kam edi. O o'sha kelganda men uningga: "Ey qarindishim, men sana shahodat etishni tashabbus qilsam, ammo tilim kammayotdi" desam, "Ey qarindishim, tarozining tili mening tilimni shahodat etishdan to'sib olyapti" dedi. Men uningga Allohning nomi bilan qasamki, to'g'ri so'zligin. Tarozida kam beramdi deb so'rsam, u menga: "Yo'q, Allohning nomi bilan qasamki, kam bermaydim, lekin tarozining tuz tartishini saqlab o'ltirmaydim" deb javob berdi. Tarozini to'g'ri tutmagan kishining holi bu bo'lsa, kam bergan kishining holi nim bo'lib ketadi. Ibn Hajar Az-Zavajir nomli kitobida bayon qilgan. Bu hadisda tarozini shunda ko'tarilish bilan keldi deb berayotgan odamning ishi bayon qilinadi. Agar uni bilib turib kam bergan odam bo'lsa, uningki oqibati texim ig'ir degan. Chunki inson, musulmon bo'lgan odam o'lishdan burun Allohning yordami bo'lsa shahodat etadi. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu deb shahodat etib o'lsa, qiyomat kunidagi ishlari musulmon payti ketgan bo'ladi, ishlari yaxshi bo'ladi. Chunki shahodat keltirgan odam do'zaxda qolmaydi deyilgan. Gunohlar tugaganda do'zaxdan chiqadi. Agar shahodat keltirilmasa, bir yerda kufrlik ketib qolgan bo'lsa, o'lgandan sakratdan shahodat keltirilmasa, u menga do'zaxda qoladi degan gap. Mana shunday ahvolda shahodat etishga shu tilini, shu tarozining keldimi, kamidimi, naq bo'ldimi, bo'lmadimi demay berayotgan odamning tilini tarozining teshib bisilib bordi deydi. Bisilib bordi. Anda olsa bilib turib, kamdagi odamning holiga voy. Nafi raziyallohu anhu mundaq deydi. Ibn Umar raziyallohu anhuma savdogarlarning yenidan o'tganda Allohdan qo'rqinglar, taroz va o'lchamni to'g'ri tutinglar, kam tatmanglar. Chunki taroz va o'lchamda kam bergan kishilar qiyomat maydonida to'xtatib qo'yiladi. Hatto ularning badallaridan chiqqan ter quloqlarining yerimig'icha keladi deydi. İmam Buxoriy rivoyat qilgan sahih hadis. Shuningga tarozi ishlari, o'lcham ishlari ya metr har qanday ish bo'lsin, shunday ishni qilganlar ortiq berish kerak. Ortiq bersa hech qancha narsa ziyon bo'lmaydi. Ortiq bersa kam bergandan saqlangan bo'ladi. Kishilarga mol sotganda metrni ching tortib turib o'lchaydigan, ulardan mol setib olganda metrni qo'yib berib o'lchaydigan savdogarlarmi mushu hukmning ichiga kiradi. Bunda odamlar jiq. Endi ba'zi metrlar, yog'och metrlar bor, bir butun yog'och metr. Uningda o'lcham xato bo'lmaydi. Ba'zi joylarda ko'ramiz, o'sha yog'och metrlarni ikki uchini o'rtatgan, har xil narsalarga surkab kam o'tayotgan. Uningda 1 sant ya 1,5 sant kam bo'ladi, ammo qiyomat kuni
ig'ir azob qoladi. Ba'zi metrlar va qatlab qo'yadigan, unda metrlarni tuz tutmay, agir-bugir tutilgan insonlar bor. Unda yo'liqqanmiz, tuz qilmamsan mani deb tuzitib qo'ygan. Shuningga bunday ishlarga diqqat qilsak bo'ladi. Ammo metrlar tutgan chog'da boshqalarga kam berilgan ishlarga alohida ahamiyat berishimiz kerak, kam berishdan saqlanishimiz kerak. Ortiq ketganga hech nima bo'lmaydi. Boshqalardan metrlab olgan chog'da unga diqqat qilib, haqqini yemasligimiz kerak. Haqqini yesak, qiyomat kuni hisob berolmaymiz. Donalardan biri mundaq deydi. Bir tal donni kam berib, kamliki osmon, zaminchilik kelgan jannatni setayotgan kishining holiga voy. Shuningdek bir tal donni o'shq berib, jahannam vodisini setib olgan kishining holiga voy bo'lsin deydi. Shuningga bunday ishlarni alohida diqqat qilishimiz kerak. Alloh taolo barliq qarindoshlarimizni hidoyat qilsin. Barliq qarindoshlarimizni to'g'ri yo'lga boshlasin. Darslarimizni barliq qarindoshlarimizga manfaatli qilib bersin.